Qaynonam stiralkada 2 marta kira aylantirsam, 3-chisida обязательно janjal qiladilar. Parashokka tejang, sveta tejang deydilar. Kuxnyaga kirib, endi posуда yuvaman desam, gella tejang, suvni tejang deydilar. Nima qilishni ham bilmay qoldim deb bitta подписчикim yozib olibdilar. Sizga mazza, xohlagan ishingizni qilasiz deb. Qizlar bir xilda shunaqa gaplar yozasizlar, miyam даже analiz qilishga ham ulgurmayapti. Rostdan shunaqa odamlar bormikin? Bitta gapinglar bilan miyamda majlis qilib qo'ydinglar, butun uy changini artib chiqqanimni ham bilmay qoldim. Hozir bitta sovuqqina qilig'imni ko'rsataman. Terasada ishim bor edi, uy ichidan ham chiqsa bo'ladi, hovlidan ham chiqsa bo'ladi. Lekin men oynadan chiqishga qaror qildim. Tag'in hech kim ko'rmadimi deb qarab qo'yishimgacha hovlida anqayib turgan 4 ta kameramiz уже hamma narsani zapis qilib bo'ldi. Endi bo'lsa yashin tezligida sizlar bilan birga ovqat qilamiz. Kartoshkani artishimni ko'rganim uchun shunaqa perexod qilardim. Kartoshkalarimizni shaqillab qizib turgan yog'ga solib, shunaqa chiroyli qilib qizartirib olamiz. Shirin ovqat qilishim uchun birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa xalaq berish bo'yicha nomer 1 bo'lgan g'irt bekorchi qizim Rayonchikam kerak bo'ladi. 40 minut deganda gap bilan bo'lib, shiringina ovqatimni ham qilib qo'ydim. Endi bo'lsa uni подписчикim aytgandek kirlarni yuvishni boshlaymiz. Qo'rqmanglar, meni qaynonam parashogimni kontrol qilmaydilar. Nabarot sizlarga bitta zo'r parashokni tavsiya qilmoqchiman. Sizlarga Fema brendidan 4,5 litrli shunaqa suyuqni parashokni tavsiya qilmoqchiman qizlarjonlar. Men bu narsani ishlatib ko'rib, keyin sizlarga tavsiya qilaman. Hozir bemalol ko'pirishlarni ham ko'rasizlar. Shunaqangi zo'r ekan, hidiga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Xuddi parfyumga o'xshaydi. Ko'pirishi bu alohida tema, lekin kimiyli yuvilgandan keyin shunaqangi svejiy hid kelar ekan. Shahzodani nomerlarini ham qoldiraman. Mana bu bo'lsa profillari. Profillarga o'tib ko'rsanglar, parashok, granula, kapsula, konditsioner, любой turdagi parashoklarni ham, stresslarni ham bemalol topasizlar. Xohlasanglar, universalniy vannaga, qozonga, ayollarga kerakli hamma narsani topsanglar bo'ladi. Profillarni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya bo'laylik. Keyingi reelslarda ko'rishguncha hammaga xayr.